Bizga ko'p murojaatlar kelyapti. Boshim og'riyapti. Boshingiz nimaga og'riyapti? Tekshirtiring. Agar sizda qon quyuqligi sabab og'riyotgan bo'lsa, karkade choyini ichamiz. Karkade choyiga 5-6 ta qalampir muchog'i tashlab qo'ying, juda yaxshi foyda beradi. Va choy o'rniga iching. Faqat homiladorlarga mumkin emas. Agar sizda qon kamligi sababli boshingiz og'riyotgan bo'lsa, mana bizda yechim bor. Tayyor. Bombasi bor. Nima qiladi? O'sha sizni qiynab kelayotgan kam qonlikdan xalos qiladi albatta. 20 kun ichsangiz yetadi siz. Ikkalasini baravariga 20 kun iching. O'sha skorosti tushib ketgan, o'sha kostniy mozg, ilik deymiz, o'sha qon beradigan bochkamiz, oddiy tilda aytganda, ana o'shani skorosti tushib ketgan bo'lsa, joyiga qo'yib qo'yadi, immunitetni ko'taradi, qonni ko'paytiradi, 100% tabiiy mahsulot. Mana men sizga agarda qoningiz quyuq bo'lib, boshingiz og'riyotgan bo'lsa, u taraflama ham retseptlar aytib o'tyapman. Agar sizda qoningiz kam bo'lib, davolanib ham shu kasallikka shifo ola olmayotgan bo'lsangiz, unga ham yechim mana 100% tabiiy. Foydalaning, o'zingizga o'zingiz 100% tabiiy yo'l bilan shifo topishingizga yordam bering.